Paxta ishi SSR tarixidagi eng massiv korrupsiya fosh etish kompaniyalaridan biri. O'zbekiston boshqaruv tizimini butunlay larzaga keltirgan siyosiy terror ko'rinishidagi jarayon bo'lib, uning markazida Bosh prokuratura tergovchisi Yuriy Gidlyan va Ivanov boshchiligidagi maxsus guruh turardi. 1980-yillar boshida Respublika SSRga yiliga rasmiy hisobda 4,4 million tonna paxta xomashyosi yetkazib beruvchi hudud sifatida ko'rsatilgan. Lekin keyinchalik aniqlanishicha, har yili o'rtacha 8 mingdan 1 million 200 ming tonnagacha paxta qog'ozda tug'ilgan. Bu esa markaziy budjetga har yili milliardlab rubl zarar yetkazganini ko'rsatgan. 1983-yil 1989-yillar davomida olib borilgan tekshiruvlar natijasida 22 mingdan ortiq xo'jalikda inventarizatsiya o'tkazildi. 10 mingdan ortiq moliyaviy ekspertiza tayyorlandi. 40 mingdan ko'p tergov protokoli rasmiylashtirildi. 4 mingdan ortiq paxta punktlarida og'ir buzilishlar qayd etildi. Bu raqamlarning o'zi kompaniyaning ko'lamini ko'rsatib turardi. Shu davrda 8 dan ortiq mansabdor shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ular orasida O'zbekiston SSR Vazirlar Soveti rahbariyatidan tortib, viloyat komitetlari birinchi sekretarlarigacha bo'lgan yuqori zanjir bo'yicha amaldorlar bor edi. 120 dan ortiq prokurorlik va ichki ishlar tizim xodimi javobgarlikka tortildi. 48 yuqori lavozimli rahbar korrupsiya, mansabni suiiste'mol qilish, davlat rejasini soxtalashtirish bandlari bo'yicha sudlangan. Tergov jarayonida ayrim tumanlarda paxta hosildorligi 35-40% gacha bo'rttirilgani, ayrim yillarda omborda mavjud deb qayd etilgan 250-300 ming tonna paxtaning aslida umuman bo'lmagani, ayrim xo'jaliklarda esa paxta bir necha bor qayta qabul qilingandek ko'rsatilib, qayta yozish yo'li bilan millionlab rubl bonuslar olingani aniqlangan. Gidlyan siyosati aynan shu raqamlar bilan asoslangan bo'lsa-da, uning ish uslubi haddan tashqari agressiv, jazolovchi va siyosiy bosimga asoslangan edi. Guvohlarning yuzlab soat davomida so'roqqa tutilishi, ayrim mansabdorlar ustidan ishlar hali sudga yetmay turib markaziy telekanallarda jinoyatchi sifatida namoyish etilishi, respublika miqyosidagi tizimni bir butun korrupsion klan sifatida ko'rsatish ko'rinish, ularning barchasi o'sha davr O'zbekistonning siyosiy imijini keskin o'zgartirib yuborgan. 1989-yilda SSR Oliy Soveti komissiyasi Gidlyan guruhining tergovi yuzasidan alohida hisobot chiqardi va unda tergov jarayonida siyosiy bosim, ortiqcha zo'ravonlik xarakteridagi usullar, ayrim hollarda faktlardan ko'ra ayblov ustuvor qo'yilganini qayd etdi. Bu esa kompaniyaning siyosiy tus olganini rasmiy darajada tan olingan yagona holatlardan biri bo'lib tarixda qoldi. Natijada paxta ishi ikki qatlamli jarayon sifatida shakllandi. Bir tomonda yillar davomida mavjud bo'lgan korrupsiya va reja soxtalashtirish mexanizmlarining fosh etilishi, ikkinchi tomonda esa markazning respublika boshqaruviga nisbatan favqulodda agressiv kirib kelishi O'zbekistonni SSR bo'ylab korrupsiya markazi sifatida ko'rsatish bilan yakunlanishga olib keldi. Shu jihatdan paxta ishi O'zbekiston tarixida nafaqat iqtisodiy jinoyatlarni fosh qilgan kompaniya, balki markaz va respublika o'rtasidagi ishonchning eng keskin buzilgan nuqtalaridan biri sifatida qoldi.